Siz har kuni ishlatadigan turfa xil mahsulotlar tarkibida kaustik soda borligini bilasizmi? Ammo u qayerdan keladi va qanday ishlab chiqariladi? Bugun biz natriy gidroksidning tarixini va uni qanday olish mumkinligini o'rganamiz. Kaustik sodaning dastlabki ishlatilishi qadimgi Misr va Bobilga borib taqaladi. Ular tabiiy natriy birikmalaridan sovun tayyorlashgan. 1781-yilda fransuz kimyogari Nikolas Leblanc birinchi marta natriy karbonatdan natriy gidroksid olish usulini yaratdi. 18-asr oxirlarida Solvay jarayoni paydo bo'ldi. Lekin bu asosan natriy karbonat ishlab chiqarish bilan bog'liq edi. 20-asrga kelib zamonaviy elektroliz usuli keng tarqaldi. Shunday qilib, biz kaustik sodaning tarixidan boshlab uning zamonaviy ishlab chiqarish usullariga qadar hamma narsani ko'rib chiqdik. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling.